Hop, dieta paytida cheat day qilsa bo'ladimi degan savolga javob berib ketaman. Agar siz hali natijaga yetib bormagan bo'lsangiz, ya'ni o'zingizga yoqadigan formaga yetib bormagan bo'lsangiz, cheat day qilmaslikni tavsiya beraman. Nimaga? Qarang, sizni deylik, sutishli normangiz 2000 edi. Sizga kunlik 500 defitsit hisoblab berganman men deb hisoblasangiz, siz har kuni dietani qildingiz, 500 dan defitsit qilib keldingiz. Bu degani sizda 6 kun ichida deylik 3000 defitsit bo'ldi. 1 kilo yog' erishi uchun 8000 kaloriya defitsit bo'lishi kerak bo'ladi. Endi siz 3000 bu degani sizda где-то 300 gram, 400 gram yog' eritdingiz 6 kun ichida shu holatga kelganda. Siz 7-kunida bugun bir kunga dietani buzaman deb turib, nazoratdan chiqarib yuborib, ya'ni 5000 gacha yeyordingiz deylik, o'rtacha. Aslida dieta buzganda ko'pchilik bundan ham oshiq yeyoradi. Kaloriya noto'g'ri ovqatlarda juda ham katta bo'ladi. 5000 yeyorsangiz, sizni taningiz 2000 ishlatar edi. Bundan qolgan yana 3000 sizni mana bu 6 kunlik qilgan natijangizni yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun oldin formaga kelib olguncha bu degani balans bo'lib qoladi, bir xilda qotib qolishingiz mumkin. Shuning uchun dietani boshlagandan keyin yaxshi formaga kelib olguncha dietani buzmaslik tavsiya beriladi. Chunki sizni tanangizda datchik yo'q. Bugun 2000 ishlatadi, ertaga yana 0 dan 2000 bo'lib qolmaydi. Bu to'planadi общий. Bir 10 kunlik, bir haftalik sizni общий kaloriyangizga qarab turib natija bo'ladi. Bugungi hisob o'tib, ertaga yana 0 dan boshlanmaydi. Shuning uchun iloji boricha nafsni tiyib, natijaga erishib olguncha umuman oshiqcha narsalar yemasdan sabr qilish kerak bo'ladi. Siz formaga kelib olgandan keyin shunda ham o'zingiz o'rtacha bir kunda kerakli kaloriyani yeb yurasiz. Qo'shimcha nimadir, qanaqadir cheat day qilsangiz bo'ladi. O'shanda bir xil formada yuraverasiz. Bunaqa bespashatni bir haftada bitta 5000, 6000 yeyormasdan bu holatlarda ham 2000 kaloriyagacha to'g'ri kerakli ovqatdan 500 o'zingiz yegiz kelgan narsa bilan 2,5-3000 qilib ushlab yursangiz bo'ladi, qachonki formaga kelib olganda.